Xo'p, keyingi mavzu bu Dexda savdo qilishimiz uchun biz CoinMarketCap'da mana bunaqa umumiy ranklarni ochib oldik-ku. Mana bunaqa ro'yxatni ochib oldik. CoinMarketCap'da juda noaniq ko'rsatadi. Masalan, 1 soatda aktiv bo'lgan koinlarni mana bu yerda metka qilib belgilay olmaysiz. Yoki 24 soatda qaysi qanaqa narx ko'targan bu yerda bilib bo'lmaydi. O'sha uchun sizlarga Dex birjasi ishlash uchun yaqindan yordam beradigan Dex Scanner degan programma kerak bo'ladi, ya'ni sayt kerak bo'ladi. Buni xohlasanglar mana bu yerda yozib qo'ydim. Mana Apple'da ham, Androidda ham programmasi bor. Ko'chirib olsanglar bo'ladi. Buni yaxshi tarafi, sizlarga mana bunday qilib har bitta aktivlarni ochib beradi. Ochib berganda masalan, mana bu yerda mana Solana deb ko'rsatib qo'yibdi. Serious Solana parasida aktivlar bilan savdo qilasizlar. Masalan, Michdeng bor, Moment mana men CoinMarketCap'da aytib o'tdim, mana shu yerda ham bor ko'ryapsizlar. Modding masalan. Keyin bu yerda filtratsiya qilishingiz oson. Masalan, 1 soatda qaysi biri yaxshi ko'tarilgan? 5 minutda, uzr, kechirasizlar, 5 minutda. Demak, Pukpik, uzr. Pukpik Solana parasi, ya'ni 5 minut ichida 34% ga oshib bergan. Buni ko'rib chiqsanglar, buni ustiga bossanglar, mana bunaqa chiroyli tablitsa bilan ochadi. Qaranglar, yaqinda listing bo'lgan. Ya'ni shu listing bo'lgandan keyin примерно 3 minut oldin listing bo'lgan va narxi 300% gacha ko'tarilgan mana. Yo'q, 3 soat oldin listing bo'lgan ekan. Kechirasiz, 1 soatlik turgan ekan, e'tibor bermayman. 1 soat oldin mana listing bo'lgan, da chiroyli ko'tarilib ketyapti. Narx ko'tarilish borda. Birinchi ko'tarilgan, tushib bergan va keyin yana tepaga qarab o'sish beryapti. Bu yaxshi. Bu normalniy. Demak, bu bilan ishlasak, hop, mana shu joydan tortib turib ko'raylik. 190%. 190% va yana hozir yana oshdi. Qanchadirga? 203% mana. Bu narx tez-tez o'ynab turadi. 5 minutlik tablitsada ko'raylik, narxi yaxshi ko'tarilyapti. Ko'rasizlar, mana shunaqa mana shu yerdan sizlar kirib turib sotib olganinglarda yana ham osonroq bo'lardi. Mana shunaqa ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarga tablitsani ochib ko'rsatadi. Keyin bu yerda masalan buni sotib olmoqchi bo'lsanglar, Pokpik Solana 1 soat oldin listing bo'lgan. Kapitalizatsiyasi $183,000, likvidность $45,000. Demak, likvidность yaxshiroq. Realniy bu yerda likvidность ko'rsatadi. Agar sizlar sotib olmoqchi bo'lsanglar, mana shu pastroqqa tushsanglar 3 xil nimada ochadi. Bir, ya'ni sotib olish protokoli, sotuvga chiqarilgan aktiv protokoli smart kontrakti va Pukpik o'zini smart kontrakt. Mana shu adresga qarab turib, 9KB ga qarab turib, qidirib topib sotib olasizlar. Buni sotib olish uchun walletda masalan kirib turishni yozadigan bo'lsangiz, swap qilish joyiga, hali bu mavzuga kelamiz. Bemalol sotib olishingiz mumkin bo'ladi va bu Solana'ni smart kontraktdagi adresi. Shunga qarab turib bilib olasizlar. Bu yerda o'sha mana shu Pukpikda veb-sayti joylashtirilgan, Twitter nimasi bor, sotsial nimasi alohida profili bor va Telegram sotsial gruppasi bor, social gruppasi bor. Bemalol kirib turib olsanglar bo'ladi. Qiziqib ko'rsanglar, o'qisanglar bo'ladi. Masalan, endi конечно bunaqa o'sish paytida olish ancha xavfli. Mana shunaqa pastki qismda sotib olish doim sizlarga plyus olib kelishi mumkin bo'ladi. Hali yana qanaqa listing bo'ladigan koinlarni bu yerda aniqlashtirib olsa bo'ladi, boshqa nimalarga qaytamiz. Demak, umumiy masalan 5 minutda mana bu hozir ko'rdik. Mana уже yana o'zgardi. 5 minutda o'zgardi. 86 Goodtech 5 minutda 86% gacha ko'tarildi. Demak, 5 minut ichida. Endi 1 soatlikni ko'raylik. Mana bu ko'ryapsizlar, 1 soat ichida 349% ga oshgan. 6 soatni ko'raylik mana. Mana bu Ketiz degan, ya'ni Kets emas, Kets Z bilan talaffuz qiladigan bo'lsak, Ketiz. Ya'ni bu 5 million foizgacha oshganda, kirib ko'raylik. Interesniy ekan bu. Qiziqarli. Qaranglar, qanaqa tinmay ko'tarilib boryapti. Mana 0.04 da mana shunaqa ko'tarilib ketyapti. Mana bu listing bo'lganda narx srazi mana shu yergacha ko'tarilgan. 5 minutlikda keyin tepaga qarab yurishni boshlagan. E'tibor berib beringlar. 1 minutlik o'tkazamiz. 1 minutlik tablitsani ko'radigan bo'lsak, ya'ni 03 dan 08 примерно 270% gacha oshgan. Endi qiziqda, masalan, sizlar aytishingiz mumkin, mana bu yerda listing bo'lishidan oldin biz shuni sotib olsak bo'lmasmidi degan savollar berishingiz mumkin. Buni sotib olsa bo'ladi, lekin sal boshqacharoq tartibda bo'ladi. Bu boshqa sayt orqali bo'ladi, chunki Dex Scanner avval o'sha mana shu Solana protokoli bo'ladigan bo'lsa, Solana protokol bilan ishlaydigan alohida bitta Dex birjasi bor. O'sha Dex birjasiga, ya'ni plashatkasiga kiradi. U yerda qanaqadir sotuvlarni amalga oshiradi va Dexga mana shunaqa o'sgan narxda chiqaradi keyin. Buni bilgan biladi, bilmagan
bilmay qolib ketaveradi. Endi biz masalan men o'zim lичный o'sha Solana'ni qanaqadir puldan topib olishim qiyin, chunki u yerda xuddi men hozir biz ko'rsatayotgandek, men ko'rsatganimdek nima desam bo'ladi? Mana shunaqa filtratsiya bilan ochmaydi u yerda. U yerda siz aktiv bo'lishingiz kerak. Twitterni o'qishingiz kerak, Telegram kanallariga a'zo bo'lishingiz kerak, har bitta ma'lumotlarni o'qib borishingiz kerak. Chunki u yerda yozadi paloncha coinni prelist'i boshlandi. Bir kundan keyin listing bo'ladi, bir soatdan keyin listing bo'ladi. Siz уже aniq vaqtda uni bilishingiz kerak. U keyin narxi ko'tariladimi, tushadimi, uni siz tahlil qila olmaysiz. Qiyin masala. O'sha uchun bizga mana shu sayt orqali ishlash ancha qulay. O'sha uchun mana shu sayt haqida yaqindan tanishib chiqamiz. Demak, qaranglar, mana bu yerda mana buni bosadigan bo'lsangiz, mana 1 soat oldin chiqqan coinlarni ko'rsatadi. Ko'ryapsizlarmi? 1 soat oldin chiqqan coinlarni ko'rsatadi. Volumeni bosadigan bo'lsangiz, qaysi aktiv, qanaqa kapitalizatsiyaga egaligini ochib ko'rsatadi. Mana bu yerda makers, ya'ni bu degani sotib oluvchi va sotuvchi. Qaranglar, Moshida примерно 274,908 ta odam, ya'ni sotib oluvchi va sotuvchi bo'lib qatnashar ekan. Ko'ryapsizlar? $1 million. Ya'ni bu yerdagi umumiy pul aylanmasi $1 million. 24 soatda 5190% ko'tarilgan. Liquidness $44 ming, market cap kapitalizatsiyasi $548 ming ekan. Endi qaranglar, mana bu yerda watchlist bor. Watchlistda o'zingizga yoqqan coinlarni belgilab, mana shu yerda ketsanglar bo'ladi. Bu uchun qo'shishni bosasizlar, o'zingizlar xohlagan, masalan, eng taniqli bo'lgan EVFund. EVFundni ochasizlar, mana bu yerda EVFund chiqdi va zvezdochkani qo'yasizlar. Bo'ldi. Bo'ldi, mana watchlistga joylashdi. Bu yoqda bu narxini ko'rib borsanglar bo'ladi. Xo'p, alert qismi. To'g'risi bu qismda sizlar foydalanishingiz biroz qiyin. Bu haqida keyinroq ma'lumot beraman. Alertda sizlar narxning eng minimalniga tushishini belgilab qo'ysanglar bo'ladi. O'shanda sizlarga оповещение, telefoningizga xabar beradi. Shu haqida. Endi qaranglar, new pairs, ya'ni yangi listing bo'lgan coinlar. Yangi listing bo'lgan coinlar minusiga o'tasizlar. Bu yerda faqat 24 soat ko'rsatadi. 18 soat oldin chiqqan. Demak, 23 soat oldin. Mana ko'ryapsizlar, filtr qilyapman. Ya'ni vaqti, vaqti va 8 minut oldin chiqqan coin. 8 minut oldin chiqqan coin 23, общий 55% gacha ko'tarilgan. 8 minut oldin chiqqan ekan, kirib ko'rasizlar, sotib olsa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, sotib olish biroz qiyinroq. Chunki kechroq bildik, 8 minut. Biz hozir masalan 3 minut oldin bilganimizda, narx tushgan paytda mana bu yerda sotib olardik va narx ko'tarilgan paytda sotardik. 40%, 50% gacha o'sish berdi. Sotib olganimizda albatta bizga foyda bo'ladi. Biz yangi listing bo'lgan coinlarni mana shu new pairsda ko'rib boramiz. Va mana shu ya'ni filtrlarni to'g'irlab turib, oxiriga masalan listing bo'lgan coinlarni mana shunday kuzatib turamiz. Agar sizlarning kompyuteringlar shunaqa yoniq tursa va kompyuter oldida o'tirsanglar, listing bo'lgan 1 minut deb chiqib keladi sizlarga. Sizlar ko'rasizlar buni. Va shu sotib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari masalan biz gruppada signal beramiz. Albatta biz bu yerda masalan kirib turib sotib oladigan paytda mana bu yerdagi market makerlar harakatini kuzatamiz. Market makerlar harakati ham katta mavzu. Men hozir sizlarga buni dars qilib tushuntirib berish qiyin masala. Mana shu yerda ko'rib borsanglar bo'ladi. Mana qaysi qanaqa olib sotyapti. Mana har bitta tranzaksiyalar chiqib kelyapti. Tranzaksiya adreslari ko'rsatadi, to'liq ko'rsatadi, kimdir mana sotyapti. Bu yerda tranzaksiyalarda biz valetlarning oxirgi raqamlarini kuzatib boramiz. Qanaqa market making ketayotgandi, bu yerda narxlarning bir xilligini kuzatib boramiz. O'shanga qarab turib, masalan, sotib olishingizga biz signal chiqaramiz. Sizlarni biz ishlayotganda sizlarda shu oyna yoniq tursa, masalan, mana bunaqa watchlistda ko'rsanglar, mana shu yerda yoniq turibdi. Biz masalan signal berdik. 3 minut oldin, sizda 3 minut oldin, 10 minut oldingi narsa, masalan, bunda 3 minut oldin listing bo'lgan bo'lsa, masalan, biz aytamiz 3 minut oldin bunda listing bo'ldi, sotib olish mumkin. Biz polni tahlil qilib chiqib turib aytamiz, sotib olsanglar bo'ladi. Sizlar ko'rib turibsizlar, sraza bu yerda mana ustiga bosasizlar, ustiga bosganinglardan keyin mana bu yerda ochadi, buy, sell bor. Buyni bosadigan bo'lsanglar, connect wallet so'rayapti. Demak, sizlar bu uchun wallet ochishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni kripto kошелек sazat qilishingiz kerak bo'ladi DEX uchun. Kripto kошелек ichiga Solana tashlab turib, mana shu yerda yozasizlar. Masalan, bitta Solanaga olmoqchimisizlar, 0.5 Solanaga olmoqchimisizlar. 0.25 bo'lsa, $25 $30 atrofida bo'ladi. $30lik Solanaga shu coinni sotib olish xohlaysizlarmi? Connect wallet qilganingizdan keyin buy tugmasi chiqadi. Buni yana amalda ko'rib chiqamiz. Qanaqa qilib connect wallet qilish kerakligini. Mana shunaqa do'stlar. Mana shu watchlist va new pairsdan sizlar yangi new pairsda yangi listing bo'ladigan coinlarni ko'rasizlar. Umumiy masalan
umumiy coinlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Dex ustiga bitta bosasizlar bo'ldi. Sizlarga umumiy portfoliolarni, umumiy coinlarni ochadi. Endi mana bu yerda qaranglar, e'tibor bersanglar, pastda masalan, sizlar filtrlab o'tirmaysizlar, faqat Solana bilan ishlamoqchimisizlar? Mana New Persga, ya'ni yangi listing bo'lgan coinlarga kirasizlar va Solana'ni ustiga bosasizlar. Solana'ni ustiga bossanglar, faqat Solana protokoli bo'yicha ko'rsatadi. 1 soat oldin listing bo'lgan. Mana. Mana bu yerda 5 minutda trendda bo'lgan. Filtratsiyani yoqib qo'yasizlar mana. 5 minutda trendda bo'lgan va 11 minut oldin mana bunda Solana protokolida listing bo'lgan. Xo'p, sizlarga yana eng optimalni mana Tron protokolida. Tronni ko'raylik. 13 soat oldin listing bo'lgan ekan mana. SPS degan Telex protokoli bilan parasi orqali savdoga chiqqan 13 soat oldin. Eng oxirgisi. Mana xolisinglar Toncoin bor. Toncoin protokolni ko'rsanglar bo'ladi. 1 kun oldin. Ya'ni bu yaqin soatlarda listing bo'lmagan. Demak, bizga bu yerda kerak bo'ladi Solana bilan asosan savdo qiladiganimiz Ethereum. Ethereum ko'raylik. Ethereum 1 soat oldin chiqqan ekan. Eng aktivni Solana bo'lyapti. Solana protokoli orqali yangi chiqayotgan coinlarning soni ko'proq. Qaranglar. 1 kunda nechta coin chiqyapti. Mana shu yerda qaysi biri qanaqa ko'tarilgan. 4 soat oldin chiqqan yoki mana 4 soat oldin chiqqan 45%, 6 soatda 45%. 45% plyusda turibdi. 4 soat oldin olganingizda 45% plyusda bo'lardingiz. Xo'p, mana Sufaq degan aktiv 386%. Listing bo'lgani 5 soat bo'lgan. 5 soatdan 386% plyusda turibdi. Mana shunday qilib filtratsiya qilib xolisinglar protokol bilan alohida ko'rsanglar bo'ladi yoki umumiy protokol ochmoqchi bo'lsanglar, New Persga bosib turib, umumiy protokolni ochib turib, mana shunday qilib ko'raverasizlar mana. Eng osoni shu. Keyin mana SunSwap degani bor. sunpub.meme. Bu hozir aytdim-ku, Dex'dan oldin Telex bilan, ya'ni Tron protokollari bilan bog'liq bo'lgan coinlarning basseyni hisoblanadi, pool hisoblanadi. Bu yerda Twitterlar va Telegramlar bor. Mana shu qaysi aktiv qachon bu yerda birinchi mana shu joyga chiqadi. Bu joydan keyin mana shu SunPub'dan keyin, ya'ni SunSwap'dan keyin Dex'ga chiqadi. Ya'ni Dex Scanners'ga chiqadi. Avval bu joyda chiqadi. Dex Scanner'ga chiqadi, Dex Scanner'ga chiqadi. Bu joyda ko'rsatdim-ku, tayoqcha bo'lib tepaga qarab ko'tarilgan. Bitta uzun bo'lib. Mana shu tayoqchadan oldin, ya'ni bitta katta ko'tarilib berishdan oldin mana shu yerdan sotib olish kerak bo'ladi. Mana 688% ga oshgan mana shu aktiv. Mana 7000% ga oshgan, ko'ryapsizlarmi? SunSpace degan anaqa memcoin. Mana shu yerda birinchi chiqadi. Bu yerda endi izohat qilish uchun ko'p vaqt kerak bo'ladi. Savdo qilish uchun albatta bu yoqdan aktualni biz foydalana olmaymiz. Bu yerda lekin sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Tron protokollarini connect valid qilib turib, mana shu joydan sotib olish sizlarga osonroq bo'ladi. Dex'ga qaraganda bu yerda faqat Solana bilan yaxshiroq kelishasiz. Bu yerda ko'rdingizmi? Tron masalan Solana o'rniga Tron chiqdimi? Tron protokoli bilan chiqdimi? Albatta mana shu SunSwap'dan kirib sotib olgan yaxshi. Bu yerda osonroq, tezroq bitadi ishingiz. Dex Scanners'ga qaraganda. Ko'rasizlar. Mana boya biz Dex gapirdik, Jupiter. Bu yerda faqat sotib olinadi. Bu yerda ko'rasizlar, playlist yo'q. Mana bu yerda masalan balancer degani bor. Mana PancakeSwap bor. PancakeSwapda ham masalan trade faqat bu yerda swap qilsanglar bo'ladi, liquidness ko'rsanglar bo'ladi. Swap qilish uchun bossanglar mana chiqadi. BNBdami yo Solana'dami? Masalan yozasizlar Solana tanlaysizlar. Bu yerda masalan qaysi aktiv sotmoqchisiz? EVFan masalan. Yozasizlar, yo'q. EVFan bu yoqda yo'q. O'sha uchun bu Uniswap, masalan PancakeSwap keng foydalanilmaydi. Bizga demak SunSwap kerak bo'ladi, SunPub va Dex Scanners kerak bo'ladi. Shu ikkita platformadan foydalanamiz. Bu yerdagi filtrlar hammasini tushundinglar degan umiddaman. Endi keyingi yo'nalishimiz, ya'ni kashlog ochish. Kashlog ochish ko'rsataman. Kashlogni men kompyuter versiyasida qanaqa ochish ko'rsataman. Telefon bilan bir xil kashlog ochish. Lekin kompyuterda ishlaydigan bo'lsanglar, yana ham osonroq, tezroq, yaxshiroq, samarali bo'ladi.